Assalomu alaykum. Muslim Chorva YouTube kanal ashaddiy muxlislari. Bizga mana yangi partiyada Qirg'iziston paroda buqalari kelgan. Shularni obzor qilib beramiz. Akalar, buqalar yaxshi joyda buqalari. Buqalar juda zo'r, holatlari a'lo. Yomon buqalar emas, hech qasinisi katta buqalar. Yemga tayyor. Yemlashga tayyor buqalar hammasi. Mana. Buqalar ham bor mana. Yemlashga tayyor buqalar. Mana. Buqalarimiz bir yo'q mana. Buqalar mana. Juda zo'r holatda. Buqalar turishlar, yeb ishlari, salomatliklari yaxshi. Kimda kim mol olaman, Qirg'iz paroda istab yuruvdim, mana shunaqasini olardim deganlar bo'lsa, mana Qirg'iziston paroda buqalari hammasi. Zo'r holatda, qora chimpritlari ham bor, shvetlari ko'p. Go'zal holatda hayvonlar. Kecha kelgan bular, charchoqlari chiqib, hozir o'tga qo'ydik. Yeb yuribdi. Mana bular. Kimda kim kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Holilar Muslimbekka, holilar o'zimga. Mana ishonchli joydan. Bular yeb ichishlarini ko'rib